Assalomu alaykum limon ko'chati ishqibozlari. Mana bundan bir oy oldin mana video qo'ygan edik mana ko'chatlarimizni, qalamchalarimizda siqayotgan holatini. Mana hozir mana oradan 45 kun o'tdi mana. O'sha kunga ham mana ko'chatlarimizni holati mana o'tashni boshladik, xudo xolasa mana. O'tashni boshladik mana ko'klashi yaxshi. Shu aytganimizdek 95%. 95% aşağıroq mana ko'klagan ko'chatlar mana. Mana shu qalamchalarimiz mana holat. Bir ob-havo issiq kelib, o'tashni ham kechiktirdik-da. O'tashni kechiktirdik. Havo tashqarida 40 gradus bo'lsa, ichkarini o'zingiz bilasiz, necha gradus bo'lishini. O'shaning uchun o'ti bilan saqlab, ko'chatlarni saqlab qolyapmiz mana shunaqa qilib issiqdan. Bunu o'tab qo'ysak, issiq urib qo'yishi mumkin. Shuning uchun kechirib o'tayapmiz mana. Ochishni ham boshladik mana. Havoga o'rgashishdi, u chekkadan ozgina ochishni boshladik mana. Bu tomonidan ozgina ochib, iqlimga o'rgatamiz mana shu tashqarini. Ob-havoga o'rgatib keyin yarim ochib turib keyin ochib tashlaymiz ko'proq qilib. Mana ko'chatlar holati mana. O'tashni boshladi mana, xudo xolasa. Mana ko'chatlar. Ko'klashi yaxshi. Xudoga shukr shunchalik mana. Shunchalik issiqdan shunchalik ko'klatib oldik. Kechagi yomg'ir mana loyqalarni yuvib, endi loyqasini sevib. Bir ozgina kech qo'ysangiz issiq urib qo'yadi-da buni. Yomg'ir yuboradi loyqani, issiq urib qo'yadi. Ko'chatlar mana holati mana. Ko'chatlar mana shu ko'chatlarimiz mana. 45 kun bo'ldi mana shularga mana. 45 kun. Mashaqqatli ham bor-da mana issiqdan dog'lab loyqasiga o'ta boshqa holat ko'chatlarimiz. Allohga shukr. Ana ikkinchi parnaga mana buni hali o'tashni boshlaganimiz yo'q. Endi buni ham o'tashni boshlaydi. Mana uni o'tabasak bir boshdan o'tib kelyapti mana. O'ti bilan turibdi ular mana. Bu qo'cha 2 marta o'tib tashlagan bo'lardik. Bu kun issiqligiga bu salqin qilib turadi-da o'ti ham. Salqin berib turadi. Ko'chatlarni saqlab turadi issiqdan. O'shaning uchun uni ochishga moslab turib, bunday qilyapmiz. Sal ochganimizdan keyin mana bak yozgandan keyin ochish kerak-da buni. Mana bak yozishni boshlab mana 90-95-9% pastchi bak yozdi mana. Ozgina yozmaganlari bor. Mana ular ham yozish holatida mana. Bak yozish holatida bular ham mana. Bak yozish holatida bular ham mana. Bak yozmoqda mana. Shuning uchun bak yozmaguncha ochib bo'lmaydi buni ham. Bak yozdi mana. Havoga o'rgashishni boshladi. Bu yoqdan ham ochib qo'yganmiz, bu yoqdan ham ochib qo'ydik. Mana loyqalarni sevib mana salqin qilib. Bu ham xudo xolasa mana 90% oshiqroq ko'kladi mana. Bundan bir hafta oldin mana qayt ekinlarimizni ishlovini ko'rsatgan edik mana. Ishlovni berib mana dorilarni solib bunga mopuslarni soldik mana, ranglarini ko'ringlar mana. Ko'kma holatga kelishni boshladi mana, xudo xolasa mana. Kecha qayt ekinlarimiz mana. Mana qayt ekinlarimiz holatini ko'ring. Ko'kmak bo'lib, odamda havas keladigan holatda bo'lib qoldi mana. O'zim ham havas qilib ketaman, ko'rib, ishlagim kelaveradi, ishga kirib, mehnat qilgim kelaveradi. Qancha mehnating samarasini bergan sari mehnat qilgim kelaveradi.
Bu ko'chatlarni qarang, yashnab ko'kmak bo'lib mana. Endi xudo xolasa yetilishi bilan hozir yillar mana nam. Yetilishi bilan yana haligi ota bobomizdan qolgan haligi kultivatorimizni yana bir ishlovni beraman. Ham odamni baquvvat qiladi u. Mushkullarini chiqaradi. Odamni baquvvat qiladi-da u narsa. O'shaning uchun ota bobolarimiz baquvvat bo'lgan. Qo'l mehnatini ko'p qilganda. Hozir odamlardan so'p ketyapti. Texnika. Mana hozir 70 ga borib qolgan bo'lsam ham bemalol mana shu ichida o'zim yurib agatini o'zim tortib, boshqa qilib kultivatorlarni o'zim tortib mana ko'chatlarni holatini ko'ring mana. Bir hafta oldingi holatidan anchayin o'zgardi-da. Gulchalarni qarang yana mana tuyishni boshlamoq gulchalar ishlab qopti shu gullar. Gullarni uzib chiqaman desam edi, voy, hozir yurib ichini qatirib tashlayman buni. Bitta ikkita qo'yib qo'yaman mevasidan. Holati zo'r, xudo xolasa. Holati zo'r mana. Ko'kmak holatiga keldi. Yana bir ishlovni berib, ularga mana yetilib qolsa, ishlab mana mevalarni ishlab mana tuyishni boshladim ular mana. Gullarni qarang, bu jonivorlar o'ziga ham kelmaydi bular gullar. Qarang. Jonivorlar. Bir haftada eski bildirdi mana. Qancha bunga ishlovni bergan saring bu o'zgaraveradi-da. Eski bildiradi. Ishlovni berding, ertasiga darrov bildiradi o'zgarishdi. Mana bir hafta bo'lgan yo'q mana. Sap-sariq holatda turibdi mana shular. Sap-sariq holatda mana. Mana kultivatorni tortib, mana dorilarni solib ishlovni berib, mana suvni qo'ydim. O'zgarib qoldi mana. Mana kuzda xudo xolasa mana ekaman deganda qadar bo'lsa, ishqibozlar bo'lsa mana telefon qilib unda qilaverasizlar, zakaz beraverasizlar. Kuzdan boshlaymiz xudo xolasa. Kuzda bu ko'chatlarni hammasini tuvaylab, uyga borib, limonlarga tushirib qo'yaman. Qishi bilan sekin bahorgacha ko'chat ekaman deganlarga mana qilaveramiz.